Bu darsimizda Excel'da matematik amallarni qanday qilib bajarish kerakligini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, biz hozirgi paytda mana shu bitta jadvalimizda, yacheykamizda 450 lik raqamimiz bor. Keyingi yacheykamizda esa 510 yoki 580 raqamimiz bor. Undan keyingisida esa 45, 67 hokazo raqamlarni yozib chiqamizda. Aytaylik 4 ta bo'lsin, mayli bizga 4 ta bo'lsin-da, bu tomonga ham xuddi shunday qilamiz. Qaranglar. 35 misol 12 yoki bo'lmasam 45 mana shunaqa jadval yozdik. Endi bularning ustida amallar bajarish. Hozir biz asosan ko'paytirish, bo'lish, qo'shish va ayirish amallarini bajarib ko'ramiz. Bu avtomatik o'zi topib berayotganda, birinchi o'rinda biz qaranglar. Keyingi yacheykamizga buni javobini chiqarsin yoki pastki yacheykaga javobini chiqarsin deb biz bu yonga chiqarib ko'rsatamiz, pastga ham xuddi shunday chiqariladi. Belgilab olamiz, shunchani chap tomonni 2 marta bosib belgilab, tengni tanlaymiz, ya'ni teng yozamiz. Birinchi b ustundagi ikkinchi kategoriyaga belgini tanlaymiz. Mana b2 bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, endi bunga ko'paytiruv belgisini qo'yamiz. Ko'paytiruv belgisi kelib turadi. Mana numerovka joyida yulduzcha belgisi qo'yiladi va undan keyin esa ikkinchi C2 ustunni tanlaymiz va bir marta enter bosamiz. Mana ko'paytirib bergan, avtomatik o'zi mana shu narsani ko'paytirib berdi. Va mana yerda to'rtcha narsa bor. To'rtchaga yoniga olib borsalaring, plyusga o'xshagan belgi chiqadi va pastga olib tushsalaring, avtomatik hamma sonni o'zi ko'paytirib beradi. Siz bittadan kirib ichiga kirib ko'paytirish shart emas. Endi xuddi shu amalda buni o'chirib tashlaymiz. O'chirish uchun delete tugmasini bossangiz o'chib ketadi. Xuddi shu amalda bo'lishda ko'rib chiqamiz. Buni bosamiz. Bo'lish belgisi qiyshiq tayoqcha hisoblanadi va ikkinchisi tanlaymiz. Keyin bosganimizdan keyin mana o'zi avtomatik har bir elementarniy detalgacha bo'lib ko'rsatib beradi. Va buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi alohida qilish uchun qanday qilsak bo'ladi? Aytaylik, teng buni ko'paytiramiz, bunga teng qo'yamiz. Hozir agar bunga tushirib olsak, buni ko'paytirib bo'lmaydi. Ya'ni bular alohida bo'lib bo'lmaydi. Shuni hisobiga bularni alohida qilamiz. Endi bunda ham shunday. Ayru belgisi har doimgidek ayru yoki plus belgisi va har doimgidek plus, ya'ni qo'shib belgisi o'sha. Va bu tomonda esa ayru belgisini tanlaymiz, enter bosamiz. Xuddi shu shaklda sizlar hisob kitoblaringizni qilib olsanglar, ya'ni ko'paytiruv, ayiruvni qilib olsanglaring bo'ladi. Muammosi yo'q.